Qarang, to'g'risini ayting, musobaqadan keyin qaytasizlarmi yo musobaqa bir bahonami? Qolib ketganimizda birinchi marta qolib ketgan bo'lardi. Mana Amerikaga musobaqaga ketyapsizlar, juda katta musobaqa. Shuning uchun sizdan so'ramoqchi edim. Zarina Nizomiddinova Toshkentdan, Rossiyadan. Bitta savol, mana Amerikaga ketyapsiz, to'g'risini ayting. Pitsami, trakmi? O'zi maqsad. Nima do'stlar? Mana Amerikaga ketyapsiz, ancha yillik orzungiz ancha bo'lgan, to'g'rimi? Shundan bitta savol bermoqchi edim. Dollar kursi qancha hozir? 12.200 maydalarimgacha. Banka boribdi, mana endi. O'sha olib ketolmaysiz pochtaga. Amerikada shogirdim bor, o'zim onlayn. Bu ham o'zi kerak narsalarni bankalarni olib keling aka deb. Ha, banka bering. Endi sen undan ham yaqinroqsan, bemalol olib ketaman. Mana bankasi paketda solingan. Paketga solingan. Farqi yo'q. Arnold Shvarsenegger so'rasa, Jamshid qayerdan desa, ishlar chiqib qoldi, qolib ketdi deb. Bu safar kelolmadi. Bu safar kelolmaydi. Bizlar bilan birga keladi. Keyingi safar ham kelolmaydi deysiz. Bu yoqda yo'q-da, nosni nima qilasizlar endi? Nosni nomosini. Endi biz sportsmenlar, biz nos yemaymiz. Nosni nima qilasizlar? Yo'q-ku. Sigaret. Sigaret.